Gün hürmetli zeyliler, kadirli konaklar, biz buna yamadan sport beygisinde, hali hiçşiksiz şanam zor sanat beyramına aylanır bizden bu bugünkü beygi. Biz qabat işi başladık buna Vatanım Tataristan gazetesinin buna indi yartı asırdan artık onun aktifliği bile, onun takdimi bile, hem onun aydalab baru bile öte turgan bizning Giroy şairimiz Musa Jalil ismine bağışlangan bana bu turnir o en dereceli respublika turniri. Biz ana Qozon şehrinde de, Şallı'da, Almat'ta eski zor kulaş bilen mükerreb gadetlengan edik. Bana bizni bugün zeyliler hatta yamadan bu beyginin tağında kengirek kulaşı bile bizni hiçşiksiz sıklandıralar gibi diyorlar. Endi bana sport bu sarayında da hatta şunun kadar derecede tamaşaçılar көп. Hem zal hatta 26 gradusga kadar jalanan men uylamamcha birida kurashda beygida bek qiziq bo'lar deb o'ylayman men. Bu beygida qo'noq bo'lib qana ham qatnashuvchi boshqa uyushtiruvchilar bilan birga mingdan ortiq qo'noq bor. Bizning hali buning qadar ko'lamda bunday masshtabni ko'rganimiz yo'q edi. Durustini aytganda bek mashaqqatli, xizmatli ham zo'r shig'imlar so'ytirgan beygi bek zo'r rahmatliman. Mana rayon ham shahar boshlig'i Razif Valiyevga hatta endi bizning o'tinishni kutmishi o'zi sirab oldi mana bu beygini. Hali o'z shiratında zeyliler bu ko'lamda prizli o'rin yo'llash uchun hali tengdoshli ravishda kurashurlar deb o'ylayman. Onimizda rayon boshlig'i bilan endi yuklamalarga tilayman. Agarda zey komandasi birida prizli o'rinni yo'llab qoladigan bo'lsa, kelasi yilga da bu kurash beygisini zeyga biriktirgan biz hech de qarshi kelmayapmiz, chunki bizning yelkadan zo'r mashaqqatni tushirishak bu.